Er-xotin bir-birini yaxshi ko'rmasa ham bolasi uchun yashashga majbur deb 50% javob bergan va 50% yashashga majbur emas degan. Har bir insonni tanlovini hurmat qilgan holatda mani fikrim bo'yicha yashashga majbur emas. Chunki er-xotin bir-birini sevmasa, bo'ldi, har kuni janjal, to'polon, urush bu hammani asabiga tegadi. Nimagadir hozirgi kunda juda ham ko'plar agressivniy, juda emotsionalniy, urushqoq, birov hayotini qo'llash bilan ovora, birov g'iybat qilish bilan ovora, o'zini hayoti, o'zini oilasi jarlikka qulab tushyapti, lekin aynan birov ko'p g'iybat qiladi, xayoli o'sha boshqa oilada. Nima sababdan? Omadsizmi, baxtsizmi, qashshoq puli yo'qmi? Sababi nima?